Assalomu alaykum do'stlarim. Do'stlar, bugun lobbi o'ynadim bitta bolam bilan. U yutqizib qo'ydi. Shu bilan nima bo'la olmadi, o'ynolmadi. O'ynalganda nima qilardim? UC bermoqchi edim. UC shart emas, prosta sim o'ynash orzuyim deganda, mayli dedimda o'ynadim. Menga ID'sini qoldirgan ekan do'stlar. Sizlar ham menga o'ynamoqchi bo'lsalar, ID'laringni qoldiringlar do'stlar. Shunaqa qilib har birlaringni lobbi o'ynayman. Uning uchun sizlar videomga like bosib obuna bo'lsalaring bo'ldi. Do'stlar, sizlar obuna bo'lsalaring 10 ta obunachi bo'lamiz. Keyin nima qilamiz? Lobbi nimalar o'ynaymiz? Lobbi TDM nima kartalar ochaman. O'shanda o'ynaymiz. Bu bola men 2 marta zo'r o'ynayman deganda qo'ysam, u bola aytdiki, aka men siz kuchli ekansiz, men o'shancha o'ynashga ketib qoldim. Uzr deb menga gapirgani uchun shundan keyin chiqib ketdik do'stlar. Bu bola ketgani uchun sizlarga video qilib kelib qoldi. O'zi video qilmoqchi edim. Qarasam zapsa yo'q uchi ekan. Shuning uchun keyin boshda yoqdi. Keyin o'ynadim. O'ynasam ayas telefondan qo'yganmi bilmadim. Chiqib ketdi. Undan keyin o'ynadim. Qarasam yutqizib qo'ydi. Shuning uchun dursadan cho'varibdi. Naqa bolalarni o'ynab kelmay qoldi. Короче, like bosib obuna